Assalomu alaykum. Sog' salomatsizlar, birodarlar. Nafas qisishga, ya'ni bronxialni astmaga bilasizlarmi? Mana buni tavsiya qildim mana orqadagi mojivilnikda. Shunday ta'sir qiladigan yana bitta vosita bor, qarang. Qilichgul. Yukka deyiladi ruschasiga. Hamma biladi. Tikoni kirsi ham bor-ku. Momangizni tushingizga ko'rasiz, o'ngizga ham ko'rasiz. Shuni uring. Yomon achitadi tikonim. Gullaydi, bilasizlarmi? Oppoq bo'lib gullaydi-ku. Ana shu gulini yig'ib quritib qo'ying. 1 yoki 2 osh qoshiqni 600 gram qaynoq suvga solib qo'yib, 2 soatdan berib 2-3 mal o'shan bo'lib ichiraring. Astmasi borlar. Nafas sirazu ochadi, hani bo'shaydi, bo'shab bor-ku, tuyib nafas olasiz. Simirmoqchi bo'lganlar mana pajitnik qarang, bida poyan ko'ryapsizlarmi? Salat qilib yeng, sokini chiqarib iching, simirasiz. Ayol erkakka birday ta'sir qiladi. Bu guli urug'i bor-ku, erkaklarni prostata muammosida zo'r. Yana bitta narsani ko'rsatayim, qarang. Terisida egizima, qo'tir qichima kasali borlar, oq bosh, ana shu gullagan vaqti shunda sokini olingda butun tanaga surtang har 2 kunga. Natijasi a'lo bo'ladi. Foydalaning yukka. Nafas qisganlarga lekin juda zo'r. Sog' salomat bilan Allohga omonat sayr. O'zida asrang.